E'tibor beryapsizmi? Negadir bu galgi jahon chempionatining shovqini avvalgilaridek bo'lmayapti. Yoki faqat menga shunday tuyulyaptimi? Go'yoki Mundial O'zbekiston Kongo o'yinidan keyin tugab bo'lgandek taassurot qoldirmoqda. Yo'q, aslida Mundial davom etmoqda. Davom etganda ham oldingilardan shiddatliroq tus olgan. Garchi Germaniya, Portugaliya, Braziliya, Niderlandiya kabi katta nomlar yurishini to'xtatgan bo'lsa-da. Uzoq kutgan musobaqamizda chorak final bahslari boshlandi. Birinchi juftlik vakillari Fransiya va Marokash ilk yarim finalchini aniqlab berdi. Unda Qatar 2022 mundialida bo'lgani kabi Marokashni fransuzlar to'xtatdi. Tan olish kerak, bu safar Afrikadan qolgan yagona vakil oldingisi kabi qarshilik ko'rsata olmadi. Bu balki Fransiya tarkibining yovvoyilashib ketgani bilan bog'liqdir. Har holda Mbappe, Dembele va Alise juftligi istalgan murabbiyning orzusi bo'lsa kerak. Aynan Marokashga qarshi o'yinda ham Mbappe hamda Dembelening gollari g'alabani ta'minlab berdi. Shuni ham ta'kidlash kerak, agarda Marokash posbonning sifatli o'yini bo'lmaganda hisob yana ham yirik ko'rinish olgan bo'lardi. Nima bo'lganda ham Marokashga qoyil. Hakimi va uning jamoadoshlari kuchli 8likka kirib oldingi natijasi shunchaki tasodif emasligini isbotlab berdi. Ular Niderlandiyani musobaqadan chiqarib yuborganda buni sensatsiya deyishmadi. Shundan ham ma'lumki, Marokash allaqachon katta jamoaga aylanib bo'lgan. Bizni oldinda yana 3 ta qiziq bahs kutmoqda. Fransiyaga qarshi yarim finalda o'ynash uchun Ispaniya va Belgiya qarama-qarshiligini ko'ramiz. Nariga tomonda esa Angliya Norvegiya bilan kuch sinashsa, Argentina bu safar Shveysariyani sinovdan o'tkazadi. Ijtimoiy tarmoqlarda bir fikr rosa muhokama bo'lmoqda. Argentinaga har safar shu bosqichdagi eng kuchsiz raqib tushib qolayotgan ekan. Bu borada siz nima deysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib keting. Bu mundialda to'purarlik poygasi ham avvalgilariga o'xshamayapti. Nomzodlar va gollar soni ko'paygan. Bir vaqtning o'zida 4 futbolchi oltin butsa uchun kurashyapti. Messi va Mbappe allaqachon 8 tadan gol urishni uddalagan bo'lsa, Holland 7 bor, Harry Kane esa 6 marotaba raqib darvozasini ishg'ol qilishga erishdi. Mbappedan farqli ravishda qolgan 3 futbolchining jamoasi chorak final o'yinlarini endi o'tkazadi. Shunday ekan, intriga hali beri yo'qolmaydi. Bu borada ham fikrlaringizni kutamiz. Kim to'pirar bo'lishini istaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bizda hozircha shular. Yoshlar ovozini kuzatib boring.